ularga 5.500 koy. Bu cemiyet tamamen özgürlüğünü sözleydi, özgürlüğe mukamı toğlaydı, özünün kığını hemmedenini özgür toğra. Hiç kim hatalıqını önde aldırıp boyun almaydı. Adiyenize bizim şu toyan tabiqidiki, yani küçük ticaret hesabılımız. Biz herkes özümüzün anda çoğun adamlarla sılıştırmayız. Ularla şirket baş kuruş, adam baş kuruş tüzümleri bize düşmeydi. Bu mesela hazır kayıt sürüye kadar bekçik doyunda. Ondan çok lobeninki, ondan çok muhalleninki, kişi emniyette bizninki bu şu küçük yani yemleşmeyi sahasıya, yani emniyet şarayetine maskelişine tayin. Ular gibi xatar deganlik emas. Biz ular gibi anglab turib o'zimizningki amaliy turmushimizga, ya'ni amaliy dukkanlarimizga tatbiqlay olsak, amaliylashtirib olsak, ijro qila olsak biz tutgan bo'lamiz. Ularning so'zlari xato emas, lekin bizga mos kelmaydi. Biz ularni to'g'rab turib paranglashsak, biz boshqalarning ko'ngligini topolmaymiz. Balki mening bu gaplarim nurg'ulg'a odamlarning ko'ngliga yiqishi mumkin. Nurg'ulg'a odamlar demayotgan gaplarni tepib deyalgan bo'lishi mumkin. Chunki bu amaliy turmush, bu amaliy real jamiyat. Hamda oshxona boshqarish to'g'risida, ya'ni oshxonadagi yong'inlarni munosabatlarini tanishib iletib oshxonani taraqqiy qildirish, tomoqlarni yaxshilash, munosabatlarni yaxshilash to'g'risida men bek debdebalik so'zlarni qilmasligim mumkin. Chunki men amaliy bishimdan kechirmishimni so'zlab chiqyapman. Men ular o'sha dars o'tmayapman yoki peshon qilmayapman. Men unda nazariyaviy narsalarga eslab olmayman. Unda nazariyaviy narsalarga eslab olgan vaqtimizda biz balkim adim to'xtatib qolmasligimiz mumkin, balki ishlayotgan odamlarningki hissiyotini, ularningki ko'ngilligini topolmasligimiz mumkin. Ularning e'tiqodlari noyatda to'g'ri. Biz shu darsxonada, shu gapni anglayotgan vaqtida aeroplanda uchayotgandek zada o'zimizni zada shu 250 qavatli binoning eng cho'q ustug'ida his qilamiz. Lekin o'zimiz dukumimiz kelganda shu, o'zimizning ijtimoiy munosabatlarimiz shu. Oshxonamizning amaliy ahvoliga biz tadbiq qila olamiz. Bizga tushunamdi. Ürümchining madaniyat saviyasi, iste'mol saviyasi Qashqarga yetamdi. Qashqarning yakanning poskiga o'xshamdi. Mana bu shunday sabablar tufaylidan ularning gap so'zlarini biz anglab, o'zimizning amaliy turmushimizga, ijtimoiy real jamiyatimizga, o'zimizningki qilayotgan ishlarimizni tatbiq qila olsak, biz tutgan bo'lamiz. Bo'lmasa, u pul to'lab olgan darsimizning nimasi bekor bo'lib turadi. Ular nima deydi deganda, ular oshxona boshqarish to'g'risida nazariya bilan bizga o'rgatadi. Balki ularning tajriba bordir, yoki kitob o'rgangandi, yoki davlat tilidagi, ya'ni bizning burun ustozlarning gaplarini tarjima qilib, ular bir ma'lum bog'lanishlarni hosil qilib olgandan keyin bizga so'zlab beryapti. Yoki ular yuqori iste'mollik, yuqori saviyalik o'rinda ishlab kelayotgan bo'g'achqa og'zida shunday gaplar chiqamdi, uni ustida biz ularni qilayotgan xato demaymiz. Lekin bu yerda nima deyapsiz deganda men amniyatni, amaliy real turmushda bo'layotgan, o'zim yo'liqib batgan ishlarni xalqimga sunay, boshqalarmi mana bu shunday qiyinchiliklarga yo'liqqa vaqtida atlab o'tib ketsin yoki tezroq bitirib qo'ysin, yaxshi hal qila olsin, qilayotgan ishi zerikmasin, voysimasin, oshxonachilikdan tashlab ziyonga o'ltirib qolmasin. Mana bu shunday oldin bo'lsa og'illarniki deb bu gaplarni deb chiqardim. Shuningdek Ishkirdagi bir oshxonachilik og'ilimiz gap qildi. Atayan shu Shinjonga tuqqan yo'qlar sababli kelib men bilan kurashib ketyapman deydi deganda, Muşu mening zopillerimni ko'rgandan keyin o'zining oshxonasida ozroq o'zgarish hosil qila olibdi. Mening zopillerim qayta ko'rish orqali amaliy oshxonasida qo'llanib biqab, o'limni ko'rgandan keyin men bilan 3 kun birga turmoqchi kelgan vaqtida men mushun zopin qilib yo'llab turmat olgan. Bu nima degan vaqtida men boshqalar demayotgan, boshqalar qilmayotgan ishni boshqalarga o'rgatyapman. Ya'ni bilganimni so'zlayapman. Unda bo'lsa ajrim uchun qo'shilib, yuraklarni bisab, oltilarni yo'llab, meni rag'batlantirib turinglar do'stlar. Endi bu yuqori iste'mollik o'rinlarda boshqarish tuzilmasi qanday bo'ladi deganda, u yerda gavji darajalik bo'ladi. Masalan, yemishlik sohasida nurg'ulga utuq qozongan o'rinlar bor. Bu ismini atab yursak bo'lmaydi. Uning qarashiga borgan bo'lsak, zada tamog'azga odamning adablikka, cho'nsayning qoidaligiga, zada shu boshqaruvchilarning adabligi zada butun ishlar gavji, yo'njang mana shunday odat. Biz bu shunday qilsak bo'ldi, biz mi qila olmaymiz? Shunda kimlarni bizga sitidi, biz mi qilsak bo'ladi? Lekin biz ularga unchalik maosh berib bo'lmaymiz birinchidan. Ikkinchidan iste'molchilar bizga unda bahoni qabul qilmaydi. Masalan, bir dabanjining bahasi Postkomda nechta pul, Yakanda nechta pul, Qashqarda nechta pul, Urumchida nechta pul. Bir lag'manni Postkomda nechta pulga yeymiz, Urumchida nechta pulga yeymiz. Bir buyru lag'manni nechta pulga yeymiz masalan-chi. O ijara nechta pul, odam ishaqqa nechta pul. Bu yerda chimbin hisoblab turib biz shuni xato ish qilamiz. Biz asosida to'lan tabiqidagi, o'rta tabiqidagi xaridorlarni ko'zatmayotganlar. Biz yuqori tabiqidagi, ya'ni yuqori iste'mollik xaridorlarni tutgan vaqtimiz bizmi naq shular o'xshash qilsak, en bizga tushadi. U yerda ugunilab, zada cho'nsay o'g'ayib, juqon keyin tutib, juqol taqsin oladi, tuzmaydi, do'ng'ays bo'lmaydi, choyni munda tutadi, xaridorchiga salom qiladi, uni buni degan gaplarimiz bizning miyaga tushib bo'lmas mumkin. Bizning miyadagi mulozimatchilarni biz tarbiyalab, bu odatga
yetkazmak xili tez. Shunday qildik deylik, ularga 5500 qo'y, biz munda darajada mulozimat qilsak ablashmaydi. Ham xiyolimi 13 ko'rligini yegan bo'lg'achqa biz shuning qarta mulozimat qilsak bo'ldi. Hamda biz 13 ko'rliklardan 20 ga o'sat olgan bo'lsak, 1500 ko'rlik mulozimat chekib 3000 ko'ni berib, bunda qila digil bo'ldi. Nishon azab bir narsani tushundinglar sen. Hamma ish shundan tushib bo'ladi. Shunda bo'lganda biz yana shularga yetamizakmi yoki shular qilgan ishni qilmasakmi holatimizda, ya'ni hozirgi holatimizda yaxshi ilib ma'lumotimiz deb qaraymiz. Ya'ni yaxshi ilib tirishimiz, ham o'rganishimiz, ham shu ustozlarning shu muallimlarning gap so'zini anglash orqali o'zimizningki xato qilib qolgan yerlarimizni to'liqlab tuzitib ma'lumotimiz. Bunday qilib qolsa, shu boshqarish va boshqarilish to'g'risidagi bizning mulohazamiz oxirlashmada keyingi izofalarimiz taxmin sarqal.